160 gram 5% metal gidroksid eritmasiga metal oksidi qo'shilganda eritmaning massasi 2,5 marta, massa ulushi 19,6 marta ortgan bo'lsa, metalni aniqlang. Berilishini yoza olamiz. Demak, metal oksidi eritmaga qo'shilibdi. Metal gidroksidi eritmasiga qo'shilibdi. Bunda eritma tarkibidagi suv bilan reaksiyaga kirishadi. Metal oksidi eritma tarkibidagi suv bilan reaksiyaga kirishadi. Odatda masalalarda reaksiyaga kirishayotganda eritma tarkibidagi suvni hammasi bilan reaksiyaga kirishmaydi. Bir qismi bilan kirishadi. Bu yerda ham bir qismi bilan kirishadi, qolgani qolib ketadi suvligicha. Qolib ketayotgan suv suvligicha suv bo'lib o'zgarmasdan chiqyapti. Reaksiyaga kirishayotgan suv boshqa moddaga aylanyapti va metal gidroksidi eritmasi edi. Metal gidroksidi reaksiyada qatnashmay, metal gidroksidligicha demak qolyapti. Demak, bu masalada suv qolib ketganini qattan bildik. Hosil bo'lgan eritma degan. Demak, eritma hosil bo'lishi kerak. Demak, suv ortib qolib, u suvligicha qolib ketishi kerak. O'shanda eritma bo'ladi. Chunki eritma tarkibida suv bo'ladi. Shundan bilyapmiz, ko'pchilik masalalarda suvni bir qismi kirishib, qolgani qolib ketgan bo'ladi. Bunda ham shunaqa ekan. Demak, eritmani reaksiyaga kirishayotgan eritmani konsentratsiyasi berilgan 5% metal gidroksid va eritma 160 gram ekan hammasi. Hosil bo'lgan eritma oldingisidan 19,6 marta ko'p deyilgan, demak bundan va hosil bo'lgan eritma 2,5 marta ko'p deyilgan oldingi eritmadan. Ko'paytirib topiladi va metalni aniqlashimiz kerak. Demak, foiz konsentratsiyasini va eritmaning massasini topib olamiz. Ko'paytirib 5% bo'lsa o'rniga 5 qo'yamiz. W foiz konsentratsiyasini o'rniga 19,6 marta ko'p deyilgan. Demak, hosil bo'lgan eritma 5 ga 19,6 ko'p bo'lsa 98% ekan metal gidroksid. Metal gidroksid reaksiya natijasida suv qanchadir kirishib, metal gidroksid hosil bo'ldi va ko'paydi. Ya'ni uni foiz konsentratsiyasi ham ko'paydi. Endi 5% emas, 98% bo'libdi metal gidroksidi. Endi eritmaning massasi necha? Bu yerda 160 gram edi, undan 2,5 marta ko'p. Ko'paytirib topamiz. Demak, 160 gram eritma oldingisi undan 2,5 marta ko'p bo'lsa 2,5 ko'paytirdik. 162,5 bo'lsa 400 gram. Hosil bo'lgan eritma 400 gram ekan. Demak, metal oksidi qo'shilgandan keyin 160 gram edi. Metal oksidi qo'shilgandan keyin ko'payadi eritma. Buni ham massasi nechadir bo'lgan va ikkalasi qo'shilib 400 gram hosil bo'lgan. Ya'ni reaksiyadan oldingi moddalar massalari yig'indisi reaksiyadan keyingi moddalar massalari yig'indisiga teng degan qoida bor. Demak, reaksiyadan keyin 400 gram chiqsa, reaksiyadan oldin ham umumiy hammasi 400 gram bo'lgan. Massa umumiy 400 gram bo'lgan. Reaksiyadan keyin ham 400 gram hosil bo'layotgan bo'lsa. Demak, bu 160 gram bo'lsa, qolgani metal oksidi bo'lgan. Demak, metal oksidi 240 gram bo'lgan ekan. 400 dan 160 ayiramiz. Massasi topildi, 240 gram bo'lgan ekan. Endi bu reaksiya orqali ham ikki xil yo'li bor. Metal gidroksidini massasi yoki molini topish orqali ishlasa ham bo'ladi. Metal noma'lum bo'lgani uchun molini topa olmaymiz, shuning uchun suv orqali ishlasa osonroq bo'ladi. Demak, bu eritmada suvni massasini va molini topamiz. 5% bo'lsa, qolgani suv. Ya'ni bu metal gidroksidi 5% bo'lsa, demak 95%. Umumiy hammasi 100% bo'lsa, 5% metal gidroksidi bo'lsa, 100 dan 5 ayiramiz. 95% suv ekan, qolgani suv. 160 gram hammasi, ya'ni 100% da. Demak, proporsiya bo'ldi. 160 gram 100% da bo'lsa eritma, suv 95%. U necha gram? Topishimiz kerak. X 160 95 ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Mana 0 bilan 0 qisqarib ketadi. Demak, 16 95 ko'paytirib 10 ga bo'lamiz. Shunda 152 chiqadi. 152 gram demak suv ekan bu yerda umumiy. 152 gram ekan umumiy. Endi bu yerdagi suvni topamiz, massasini. Umumiy 400 gram ekan.
98% metal gidroksid ekan. Demak, qolgani suv bo'ladi. Demak, umumiy 100% bo'lsa, 98% dan ayirib tashlasa metal gidroksidini, shuni suv qoladi 2%. 100 dan 98 gram 2% suv ekan. 400 gram hammasi 100% da. Demak, 400 gram 100% bo'lsa, hammasi eritma 2% bu suv. Necha gram x topishimiz kerak? X topishni 402 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. 402 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Nollar qisqarib ketadi. 4 kere 2 8 gram. Demak, suv 8 gram. Bu suv 8 gram ekan. Demak, shu suv mana shu suvning o'zi. Bu ham 8 gram. Agar bu suv 8 gram bo'lsa, umumiy suv oldingi o'sha birinchi boshlang'ich eritmada 152 gram bo'lgan bo'lsa, reaksiyaga kirishgan suv necha gram? Ayiramiz 152 dan 8 ni. Demak, reaksiyaga kirishgan suv 144 gram ekan. 152 dan 8 ayirsa 144 gram bo'ladi. Endi shu suvni molini topib olamiz. Demak, molni topish uchun massani molar massaga bo'lamiz. Massasi 144 gram topildi mana. Molar massasi Mendeleyev jadvaliga qarab topiladi. Suvda demak vodorod 1 bo'lsa, Mendeleyev jadvali vodorod 1, ikkita bo'lsa 2 bo'ladi. 16 kislorod, qo'shsak 18 bo'ladi. 144 18 ga bo'lsak 8 mol. Demak, suv 8 mol ekan. Metal oksidini molini topamiz. Koeffitsiyenti 1, suvning ham koeffitsiyenti 1. Demak, 1 ga 1 reaksiya bo'lyapti, ya'ni mollari teng degani. Demak, bu 8 mol bo'lsa, bu ham 8 mol bo'ladi. Yoki x topish uchun proporsiya qilsak ham bo'ladi. 8 ni 1 ga ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. Baribir 8 mol chiqadi. Demak, moli topildi bu metal oksidini. Endi molar massasini topamiz. Demak, molar massasini topish uchun massani molga bo'linadi. Massasi 240 gram. Moli 8 mol. 240 da 8 ga bo'lamiz. Demak, 30 gram mol chiqdi. Bundan molar massasi 30 gram mol. Molar massa Mendeleyev jadvaliga qarab topilardi. Bu kislorod 16 Mendeleyev jadvalida. Umumiy 30 chiqishi uchun kislorod 16 bo'lsa, metal necha bo'lishi kerak? Necha bo'lsa, umumiy 30 chiqadi. Demak, 30 dan 16 ni ayiramiz. 14. 14. Bu ikkita metal 14. Demak, bittasi necha bo'ladi? 7 bo'ladi. Bittasi Mendeleyev jadvalida molar massasi 7 bo'lganini qaraymiz. Bu litiy. Litiyning molar massasi 7. 7 kere 2 14, 16 ni qo'shsak 30. To'g'ri kelyapti. Demak, litiy oksidi ekan. To'g'ri javob C variant.